Xayrlik, yaxshi bilan butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Bugun yana sizlarni oldinglarda. Bugun yakshanba 7-oyning 14-kuni bo'lib ketdi. Men har doim shu suhbat kirgan vaqtida shu chislani xotirlatib qo'yishni unutib qolma. Ammo qaysi kunning videosi buni bilmoqchi bo'lgan qarindoshlar shu mening masalan YouTube bo'lsin, Facebook bo'lsin chislasi qarsanglar bo'ldi. 7-oyning 14-kuni haftaga yakshanba vatandaşlar. Bugün sizlarga meni yetkazib qo'ydigan ikki tema bor. Biri xalqaro vaziyatga munosabatlik Amerikaniki 45-navbatlik prezidenti Donald Trump efendim 7-8 soat avval suiqasd uchrab, o suiqasddan omon qoldi. Ikkinchidan tunugun kech soat 5-6 atrofida mening bank akkauntimga hakkerlar hujum qilish orqali pulimni tortib ketish voqeasi yuz berdi. Mush ikki kishini men ko'pchilikka yetkazib qo'yib o'ldim vatandoshlarimiz. Temaga kirishdan burun bu qadimgi tema Amerika prezidenti, sobiq Amerikaning prezidenti Donald Trump bo'lgan suiqasd va uning orqa ko'rinishlari degan tema bo'ldi vatandoshlar. Mumkin qadar buni uzatmayman. Temaga kirishdan burun men bir narsani xotirlatib qo'yay deb o'yladim. Xabaringlarda bor 3-4 kun avval Amerikada NATO'ninki 75-qatimliq mening bilishimcha, agar bu nechinchi qatimliq bo'lganlik xato bo'lib qolgan bo'lsa, to'g'ri tushuninglar. Mening bilishimcha 75-qatimliq NATO'ga a'zo davlatlar Amerikada yig'in ochdi. Bu yerda konkret aniq qilib balkim xabar topdinglar. Bu yerda Xitoyni haqiqatan tahdid ekanligini, nechoqdan birisi deb kelayotgan so'zlar bu yerda yig'inchoqlandi vatandoshlarimiz. Bizning masalan degan so'zning o'zida NATO'ning degan so'z masalan Blinken efendim bo'lsin, ilgirki davlatimizning sobiq bosh ministri Jens Stoltenberg, hozirgi NATO'ning boshlig'i Jens Stoltenberg bo'lsin, bular shu Xitoyninki NATO'ga Rossiyaga qurol yaraq, bo'libmi ilg'or tipli qurol yaraqni ishlatishadigan muhim chiplar va Eronninki dronlarga o'xshaydigan dronlarni yasashga ketadigan barliq xom materiallar va nozik texnikalarning hammasini Xitoyni badi deb, Xitoyni aniq qilib bu tahdid deb o'tirib qo'ydi vatandoshlarimiz. Bu orqali muhim xabar. Endi bugun temir kirsak vatandaşlar, baydiginimdek 7-8 saat avval Amerikada biz biladigan Donald Trump efendim suiqasd uchrab, suiqasddan omon qoldi. Men bu munosabat bilan butun dunyodagi masalan Turkiyaning bo'lsin, dunyodagi har qanday bir davlatning prezidentlari, amaldorlari omon qolgan Trump efendimga o'zininki yaxshi tilaklarini, so'zlarini bildiryapti. So'zlarni bildirdi. Menmo biz biladigan Trump efendimga bu suiqasddan omon qolganlikqa chin ko'nglimdan men samimiyligimni bildiraman va oilasi, bolalarga, oilasiga salomatlik, xotirjamlik, bundan keyingi ishlarga o'ngishlik bo'lish uchun duo qilaman. Men bu tabriklayman boshqa insonlarga o'xshash vatandoshlar. Jumladan bizning Uyg'ur xalqi, Uyg'ur millatimiz Trump efendimning bu qatam bu suiqasddan omon qolganligi uchun keyin kishilarning yaxshi bo'lishi uchun albatta duo qiladi va ham tabriklaydi. Omon qolganini tabriklaymiz vatandoshlarimiz. Yaxshi bo'ldi. Endi bu tema chiqqandan keyin ba'zi qarindoshlardan ozroq masalalar keldi. Bu mushunda darajada o'tkirlashib ketdi bu Amerikaniki, masalan prezidentlarga masalan o'q chiqirdigan mushundaq o'tkirlashib ketdimi Amerikadagi siyosiy vaziyat, masalan jumhuriyatchilar bilan demokratchilar o'rtasidagi vaziyat mushundaq dushmanlashadigan darajaga kelib ketdimi? Va Amerikada ahvolda qarag'an chog'da boshqalar deyotgandek bu ish ko'rish ahvollari chiqqandi degandek savollar kelindi vatandoshlarimiz. Bunaqa kirishdan avval masalan ishga urush bo'lamdi, Amerikada bo'lmamdi, bunaqa kirishdan avval vatandoshlar bu o'ltigichi bu naq maydonda Trump efendimga suiqasd qilgan, ya'ni 150 metr atrofidan snayper shaklda otdi deb xabar qilyapti. Bu 20 yoshlik bir bola shu maydonning o'zida etib o'ldirilgan va u qotil otgan o'q bilan bir qiz bolaninki o'lganlik xabarlari chiqyapti. Trump efendimi hali quloqdan ig'ir yorilinib, men Facebookga chiqarib qo'ydim. Omon qopti. Bu avval men bu pak sifatida mushu Trump efendimga suiqasd qilgan bolaninki videolari turdi. Shuni 1,5 minutlik ko'rsatib, endi men o'zimning so'zimni davomlashtiray vatandoshlar. Men o'zimning so'zimni davomlashtiray.
Facebook'umda açkandı ekan, mana meniki. Ya'ni men chiqib. Andaq bo'lsa, ana qarama. Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. Hatırsiz de kalsın uzun emas vatandaşlar. 1 minut etrafında görünler. Facebook'umda bu park üstünde kalsın da vatıma. Şu vatandaşlar, ma videonu çıkargandaki yani miyade maşındaki signal kuvveti çekiyor internet connection deydi. Attention needed. Bu maşındaki işler kildi vatandaşlarımız. Bir yerde bir kanunu xilaf hiç kandak bir narsa yok. Her de kalkıp benim işlerimde çeklim ba. Keyin bunu ki benim banka akontunu pul o'g'irlagan hakerlarning hujumlarini men deb berman. Mana shu voqea vatandaşlar 20 yaşlık Thomas Crooks degan 20 yaşlık bola Trump efendimiga suiqasd qildi vatandaşlar. Naq maydonu ko'rdinglar, ahvol shu. Endi masalanki mayiti kelsak vatandaşlar, biz Amerikadagi masalan Cumhuriyetler, Demokratlar o'tirisidagi qanday ishlarning bo'lganligini bilmaymiz. Bu yerda Turkiyaning har yernikini men qisqalar bu to'g'riliq muloyizlarini ko'rdim. Bu Trump efendimiz suiqasd masalasi hatta yillarcha, oylarcha bu muloyizlar bo'lindi vatandaşlar. Haqiqiy real paket shu vaqtida o'tirg'i chiqdi. Men bu yerda mandaqmi degan tip to'g'ri hech qanday bir paketim bo'lmaganligi bir narsa demayman. Zodi kaynadi kim bor falan bukun degan gaplarni hamma bir narsa demayman vatandaşlar. Chunki bir ishlarga paket kerak. Bu masalani hal qilgan Amerikaning istixborot organlari bu yeshib topdi xalqqa. Amerika bir istixborot har jihatlarda bir erkin bir yushirib qolgan masalan Shimoliy Koreyaga o'xshash boshqa diktator davlatlarga o'xshash bu masalani orq ko'rinishini saqlab qolgan davlat bo'lmagandan keyin biz buni asta saqlasak orq ko'rinishi aniq chiqadi. Bu paktga tayansak biraz to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Endi bugun shu muloyiz qilayotgan masalaning o'zidan albatta dunyoda muloyiz boshlanib ketdi. Amerikada demokratchilar, cumhuriyetchilarniki bir-biriga bo'lgan o'chmanlik shakllardagi qattiq so'zlardan ba'zi yoshlar zaharlandi. Nafrat paydo bo'ldi.
Şu sebepten şundaq işler bulundu degan masala o'tirib qo'yadi. Mayli nim bo'lsa o real vaziyat ko'rindi. Ammo meniki ko'pchilik beradigan javobim bu yerda demokratchilar bilan jumhuriyatlar o'tirishdagi bundaq ishlarga qarta andisha ba'zi qarindoshlarimiz o'tirdi. Andisha to'g'ri andisha. Amerikaning kelajagi mayatda Uyg'urning kelajagiga o'xshash vatandoshlar. Bu yodingizda bo'lsin. Bu Erkirovning so'zi. Amerikaning dunyoda mavjud bo'lib qolishi, Uyg'urning mavjud bo'lib qolishi demakdan boshqa hech qanday bir narsa emas. Ma yodingizda bo'lsin vatandoshlar. Shuning uchun bu yerda Amerikaniki ishki vaziyati ko'ngil bo'lgan qarindoshlar, bu shunday suiqasd qilish voqealari yuz bergan vaqtda bu yerda ishga urish degan narsalar kelib chiqamdi degandek savollar kelyapti vatandoshlar. Mening tushuncham bundaq ishlar Amerikada ishga urish ahvollari kelib chiqmaydi vatandoshlar. Demokratik davlat bo'lgandan bir-biriga bu yerda Amerikalar emas, dunyoning boshqa demokratik davlatlarida masalan bir-biriga kaskin so'zlarni ishlatadi, kaskin raqobatlarni ishlatadi, so'zlarni ishlatadi. Ammo bu idaq masala Amerikada ishga urishdan kelib chiqishiga sababchi bo'lmaydi. Bu mening tushuncham. Bo'lmaydi deyishimdagi sababim ishga urish qanday holatga kelib chiqadigan biri eng nomrod davlatlarda canlı beqish uchun qabilalarga yoki to'plamlarga bo'linish orqali bu yerda ish ko'rish kelib chiqdi. Bu bir mening tushuncham. Ikkinchidan qanday degan vaqtning o'zida bir davlatning ichida yoki bir tuproqning ichida millat o'tirisidagi barobarsizlik, tengsizlik tufaylidan bu ish ko'rishlar kelib chiqdi. Uchinchidan bir davlat yoki bir tuproqning ichida diniy guruhlar o'tirisida, ya'ni shayxlarga, mollalarga, diniy guruhlarga cho'qindigan insonlar tufaylidan bu ish ko'rishlar kelib chiqdi vatandoshlar. Bundan xabarlarda bor 300 yil avval bizning Uyg'ur davlatimi Uyg'urlar shu xudoga emas, mollalarga cho'qinish tufaylidan to'g'ri xatoni bilmaslik tufaylidan aqtaqlik, qartaqlik bo'lib biz 300 yil urush qilish orqali biz o'zimizniki hozir qadar o'rnimizdan tura olmaydigan kelajagimizni yo'qotgan millatimiz vatandoshlar. Xo'sh, andaqda Amerikaga qarasak, Amerikada bundaq bir real vaziyat yo'q. Amerika bir ko'chmanlarning davlati. Hech qaysi andaq bo'lsa bu davlatda men yashayman, sen chiqib ket degan gaplarni deyamaydi. Bu bir. İkinciden Amerika xalqi bu yerda mayli qandaq bo'lsin, bu siyosiy jihatlarda yetilgan bir mukammal bir 300 yildan boshlab dunyo boshqarayotgan, shu oxirgi yillarda dunyo boshqarayotgan bir kuchli iqtisodiy sistemaga ega mukammal bir davlat. Andaq bo'lgandan buniki har qandaq shunday ushaqcha kishilar uchun naq maydonda bu yoshga yetib o'tgandek bundaq vaziyatlarning har kunlik ishlarning oldini ola oladi endi. Bunu orq ko'rinish boshqa uchinchidan bu sababida ish ko'rish chiqmaslik. Uchinchidan Amerika bir diniy guruhlarga tayinlagan davlat emas vatandoshlar. Jumladan Amerika, Yevropa davlatlari bu yerda diniy guruhlarning so'zini anglaydigan bunda xalq yo'q bu yerda. Masalan, Yevropada yo'q. Hech qaysi bir diniy guruhlarning, diniy taraqqatning va yoki musulmon dunyosida bo'layotgan bir Shia, bir Sunni bo'lib, balki yo'g'on bir sallik mollalarning so'zini anglab, zodi o'zini o dunyoga ketdim degandek jenin tikvetadigan bundaq insonlar bu yerda yo'q. Eng avval bularning milliy davlatning tipik xosligi, olayligi eng avval shu milliy davlatning manfaatini o'ylaydi vatandoshlar. O mollalarning, o tariqat guruhlarining emas, o'zining milliy davlatining eng oliy manfaatini o'ylaydi. Amerika'nın o'xshashlar dunyodagi barliq ko'chmalar yig'ilgan Amerikadagi bir milliy davlat. U davlatning xalqlarima bu yoqmasligiga vaqtimizda har qanday masalaninki mukammal orqa tarafini yeshalaydigan Amerikadan CIA va FBI va istixborot organlari, saqchi organlari bo'lganki, xalq uniga topshirdi. Endi bundaq masalalarni orqa ko'rinishda Amerika xuddi Uyg'urlarga o'xshash vatandoshlar, dunyodagi dushmani eng jiq davlat. Uyg'urlarning dushmani eng jiq, ikkinchidan Amerikaning dushmani eng jiq. Shunda bo'lgandan bunun kanada balkim muloyizlar chiqadi bundan keyin. Xitoy bo'lishi mumkin, Rus bo'lishi mumkin, Eron bo'lishi mumkin, A bo'lishi mumkin, B bo'lishi mumkin degan muloyizlar chiqadi bunga. Buni boy degan so'zimga o'xshash Amerika mediasi uchiq media bular yeshib topgandan keyin dunyo xalqiga uchiq tushundirdi. Xulosa Amerika Yevropada ishga urish chiqmaydi vatandoshlarimiz. Boy degandek. Biri bu yerda diniy tariqatchilik bundaq narsa mavjud emas. Ikkinchidan bu har qanday bu davlatlar milliy davlat shakliga kelib bo'lgan xalq insonlar eng avval o'zining davlat hokimiyatiga qaraydi, milliy hokimiyatiniki eng oliy manfaatini o'ylaydi. Shunday bo'lgandan keyin bu yerda ishga urish chiqish nisbati tuvan. Uchinchidan, masalan, Amerika, Yevropani olsanglarmi bu yerda nomrodlikdan ko'chada qilib yetib zoti bilan boshqa bir guruh bo'lib, bir turkum bir guruhlar bo'lib, yeni bir guruhlarni bulayman degan bundaq real ahvollar Amerika, Yevropada oldirab ko'rilmaydi. Ishga urish chiqadi deb o'tirib bu tashviqotlarni qilayotganlar zaten bu Amerikaning dushmanlari.
Amerikaga düşman davlatlarning qilayotgan tashviqotlari. Men zaten siyosat qiziqqan bir inson 10 yil, oxirgi 10 yildan boshlab zaten shu rus tili, turk tili, norveç tili har xil tillardan ko'rib kelyapman. Bu gaplarni takrorlab keldi. Yevropada ish ko'rish chiqdi, Amerikada ish ko'rish chiqdi, anda qoldi, manda qoldi. Hammasi nol. Ularning orzusi vatandoshlar. Hammasiga degan vaqtning o'zida mana mushundaq bir sababni ko'rsatib ko'rmaydi. Ish ko'rish chiqdi deydi, ben degandek bundaq sababni ko'rsatib ko'rmaydi hech qaysi biri. Demak, ularning orzusi. Shu sababdan men Amerikada bundaq ishlar yuz bersin va bundan cho'ngroq ishlar yuz bermasligini umid qilaman. Boshqa ishlar yuz bergan taqdirda o'zida Amerikada va Yevropada ishga o'rish chiqadigan ishlar bo'lmaydi vatandoshlar. Bu yerdagi xalqlar, Amerika, Yevropadagi insonlar sarang emas, tebash emas vatandoshlar. Eng avval o'ylaydigan o'zining davlatining oliy manfaati ve öz milletninki en oliy manfaatini o'ylaydi. Bu yerda undaq Amerika, Yevropada Hristiyanlar o'tirishdi bo'lsin, undaq diniy oshqullik, diniy guruhlarga bo'linib o'tirib bir-biriga undaq o'shmanlik, vahshiy nafrat bilan qaraydigan ishlar bu yerda yo'q vatandoshlar. Har narsani davlatning qonuniga, davlatning adolatiga, o'zining hokimiyatiga, soqchi o'rinlariga, ashlarning prinsip qonunlari qo'yib turdi. Ya'ni o'z tuzgan davlatning qonuni qo'yib turdi har qanday narsani. Shunday bo'lgandan keyin Amerika, Yevropada ish ko'rishning chiqish ehtimolligi to'g'ri. Ammo sizlarga vatandoshlarimiz duo qiling. İnşallah hech qanday vaqt yuz bermaydi deb o'ylayman Amerikada. Agar Amerikada bir davlat ish ko'rish yuz berib, zaten boshqa dushman Amerikaning dushmanlari jiq qo'yandi. Amerikaning dushmanlari deganda ish ko'rishga ko'p qolgan vaqtingizda siz Uyg'urlar bu dunyodan asta o'tirib tugidan yo'qodimmi deysingizlar, xulosali bo'ladi u. Shu vatandoshlar ish ko'rish ahvollari chiqmaydi, ham chiqmasligini biz umid qilamiz vatandoshlar. Endi yana birini deysam vatandoshlar, bu uchur muhim uchur vatandoshlar. Men ko'pchilikka buni uchurni yetkazib qo'yay dedim. Chunki men ba'zi shu Facebook kelganda ilgari shu biz siyosatga kirgandan birisi har turli insonlarning hujumga uchrashdan boshqa men shu Facebookda hakkerlarning hujumlariga uchrab kelgan. Facebook, YouTube'da shu blog qiladigan, buning har turli narsani yo'llaydigan ishlarga duch kelgandik. Endi bundan eshib bir yil bu hakkerlar meni yanchig'imga ko'rsatishdi vatandoshlarimiz. Meni yanchig'imga ko'rsatishdi, meni pulimga ko'rsatishdi. Keyin men beliq tutqu chiqdim, bu yerda havo night issiq qarsanglar men kuyib ketgan, shu yerda bir 5-6 soatdak o'tirdim. Telefonni odatki vaqtingizda dengizda beliq tutib dengizdan qirda o'tirgan telefonni yanchig'imga solmayman odatda dengizga tushib ketmasin deb. U yerda bank kartu, identification biramlar bo'lgandan keyin mashina qo'yib qo'yma. Mashinada turdi. Qarsak 5-6 saat turgandan keyin mashinaga kirib qarsam, bu yerda shu Norvegiyaniki markaziy bankdan xat kelibdi. Sening bankingninki biz blok qilib atdik, itib atdik. Chunki seniki hakkerlar kirdi, pulingni o'g'irlashgandan biz o'g'irlagandan keyin biz tutib oldik degan so'zlar. Hozirroq chiqib ketibdi. $1000 yaqin pulni chiqib ketibdi endi. Demak, ahvoldan qarg'a vaqtimizda endi bu hakkerlar Facebook, YouTube'da jati hech qanday deb aytolmagandan keyin buni amal qilamagandan keyin eng yaxshisi bu erkinning yanchiq tushayli deb o'ylabdi-da ular. Ammo bizniki bu orqali men davlatimizningki shu bank sistemasi ishlayotgan insonlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Demak, shu vaqtimizda tutib olgan, bilib olgan, ammo hozirroq pulni chiqib ketganki bilib olgan. Ularningki keyin men paranglashdim. Telefonni paranglashsam, "Sen hozir nima yashayapsan?" deb shunda dedim. Men Norvegiyada. Degan vaqtimizda bu pulni tatgan kishi Bulgariyadan deydi. Bulgariyadan tatdi. Biz seni Bulgariyaga sayohat ko'rib, shu yerda mushunda o'xshaydi deb o'ylaymiz. U yerda bir turmush bilishlar deb shunda dedi. Ya unda kishi yo'q deb shunda desam, unda qo'ygan bo'lsa saqlagan dushanba kunidan boshlab tegishli ishlarni san qilsa, tegishli ishlarni davlat qiladi, bu ishlarni betaraf qilamiz deb shunda dedi. Tabiiyki bu yerda bu hakkerninki mening bank akkauntimda tatgan ismi John degan hamma narsalar turdi, tatgan pulni turdi. Ertadan boshlab dushanba kuni men ish qilmayman, shu jarayonning o'zida bu yerda soqchi o'g'rilari, o'zining bank o'g'rilariga bu ma'lumotlarni berma. Bu masala asta-asta yechiladi. Davlatimizning qonuniy adolatiga ishonma, pulim baribir qaytib keladi degan umidda vatandoshlarimiz. Bu orqali men bir narsani deb qo'yay dedim. Biri buni ijro etgan hakkerlarningki, mayli uni orq ko'rinishi qandaq men o'qimayman, lekin meni boy sayg'iniga qo'shib oldim. Demisin bu ancha aqcham men aqchini yolg'onchilik qilmayman. Ammo hakkerning do'tligi qayerda degan chiqda meni do't hisoblab qolganda, men har qanday vaqt aqchamni A konto, B konto deb, A, B deb ikkiga bo'lib, doim ishlatayotgan internet ishlatayotgan narsaga
az pulni saqlaymi, B degan o'zimniki maxfiy kontoning o'ziga biz odatda pul saqlaydigan konto deymiz, mana Norvegicha, buni tushunib qolinglar. Odatda B kontoga saqlaymizda, saqlab u yerda turdi. Ammo u ishlatayotgan kontoningizda pul yetishmagan chaqda anidan mana hozirroq qo'shtirib yetkazib ishlatamiz. Naq maqsad nima degan vaqtda zaten men shunday ishlatib kelgan, boshqalar qanday ishlatadi uqmayman. Pul yetishmagan vaqtida masalan B kontodan A kontoga hozirroq pulni yetkazmayman, buni shunday qilish orqali masalan xakerlar kirib kelgan chaqda hamma pulni bir xil tortib chiqib ketibdi degan bir qonli bor endi. Burundan tortib. Yani ish xizmatdoshlarimiz hammasi shunday deydi. Yani shunday qilib kelgan Bijilga qarta endi ma'lum bo'lgan eng yengil qaysi degan vaqtingizda mening bank akkauntimga hujum qilish bo'ldi. Bu shundan 3 qator Visa kartimni yangishildim men. 3 qator Visa kartim, ya'ni bu qator 4 qator mening Visa kartim keldi. Bir vatandoshlarga deydiganim, pullarni mumkin qadar ishlatayotgan akkauntinglarda saqlamanglar. Saqlamanglar, uni B konto degan bir B kontoingizda saqlanglar. İşletiyotgan internetimiz masalan bilet oladigan doim kunlik ishlatayotgan Visa kartinglarga pulni azazdan qachilab yurib ishlatinglar. Tunugun masalan elma xudo shukr Norvegiyaniki saqchi o'rinlari bular bank o'rinlari buni saqtiribdi endi. Pulni chiqib ketibdi, shundaqmi akib bizning B kontolariga kirgan darajada bularni endi o'tamasga endi. Bu masalani oldin olibdi. Bu yerda mening ko'pchilikka deb qo'ydigan narsam, bir vatandoshlar sizlarga telefonlarga har qanday vaqt bir shu har yerdan masalan xakerlarni noit ustiga. Menga ilgari bir qator xakerlardan mundaq keldi. Ya'ni sizningki pochtangiz yo'lda kelib o'tibdi. Chunki mening boshqa davlatdan bir do'stim menga hozirroq bir sovg'a tayyorlatmoqchi. Bu normal ish. Masalan Shvetsiyadan, Daniyadan, Finlandiyadan, Polshadan har yerlik bizning do'stlarimiz bor. Mening do'stim bor. Bular menga ushaq chekmasini yo'llab turdi. Men ularga yo'llab turman. Bu pochta kelmoqchi edi. Boshqa bir davlatdan menga pochta yo'lladi. 2 hafta ketdi, 3 hafta ketdi, bu pochta kelmadi. Nima ish bo'ldi deb qarab olsam, tuyuqsiz menga telefonda bir uchur keldi. Uchurda sizning pochtangiz yo'lda, siz bu $1 yetmaydigan bir rasmiyat haqqini to'lab o'ting deb shunday dedi. Linkni ochib turib kirsam, bu yerda mening Visa kartimniki butun maxfiy shifrlarning hammasini yozdi ekanman. Shunda men uqmay o'tirib mening pochtam kelayotgan ekan deb buni yozdim-da. Darrov yezib bo'lib, shuni oldin buni bosdim. Uni 10 kron degan nima endi? $1 yetmaydigan pul. Buni to'lab o'tib, shundan hayron qoldim bu. Bu nimishki bundaq pul oladigan sistemasi bo'lsa, pochtadan demayman nimishki bundaq qilib darhol bu Norvegiyaning pochta idorasiga telefon qilsam, ular dediki, "Shu aman erkin kartonni yangishlar." Bu musho hakkerlarda shunday. U vaqtda bir yangishlagan bo'ldim. Uning keyinda yana bir qator yangishlagan bo'ldim. Bu har turli usullar bilan, yoki bo'lmasa Norvegiyaning saqchi o'rinlari sening mashinangni pusaniyadin mında xato haydab o'tganliging uchun sana azroq bir yoki 10 yoki 20-30 dollarlik jarimani keldi. Anda bo'lgan bo'lsa, maliyalikni besib kirib buni to'lab degandek shunday keldi ekan. Menga bunda saqchilarning ismlarini qo'llanib, men buni masala yechilmagan vaqtimizda dushanbadan boshlab mediada paranglashman. Men bu Uyg'urlar uchun berib qo'ydim. Masalani albatta bu yerda davlat o'rinlari yechidi. Bo'lmagan vaqtimizda men mediada Norvegiya medialida men buni paranglashman, chunki bu Norvegiyadagi boshqa xalqlarga kelayotgan tahdid endi. Shunda bo'lgan vaqtimizda bular har turlik sizni ayt oldiyalarga usulni qo'llandiganda, ammo diqqat qilingki, sizga uchur avatib linkni avatgan vaqtimizda siz o linkni ochmay, masalan telefoningizga uchur kelgan bo'lsa, boshqa telefon nomeriga qarang. Boshqa telefon nomeriga qarang. Telefon nomeri qarsangiz yoki Filippindan yoki Tailanddan yoki boshqa bir davlatdan kelgan bo'lsa, darrov o linklarning ichiga kirmang. Mayli u yerda yozilayotgan tekst uchurning ichida saqchi o'rinlariga jarimani to'laysiz, pochtadan kelayotgan rasmiyat haqqini to'laysiz va yoki nima deysin, eng avval ko'pchilikka deydiganim ustidagi kelgan nomerga qarang. Mumkin qadar linkni bassingizmi, u yerda sizga Visa kartingizdan orqali to'lab o'ting degan narsalar kelgan bo'lsa, unga kirmang. Vatandoshlarimiz, sizning bu hakerlarning har turli usullarida men to'yib ketdim rostdan desam. Darrov shu o'ringa telefon qiling, pochta bo'lsin, telefon qiling, avval cho'ng bir nafasni eling.
elip buniki internetten arka tarafını okuyun. Nereden kelyaptı? Münasebetli devlet organlarına mesela şu faktör deyimiz tölaydigan narsani avatgan pochta deb kelgan bo'lsa, uchurda hakkerlarning uchurda pochta deb kelgan bo'lsa, saqchi deb kelgan bo'lsa yoki mashinangizga mandaq deb yoki istirahxona ishlardan manch pulni to'lab o'ting deb turib kelgan bo'lsa, eng avval o'tirib shu istirahxona o'rinlari qaysi o'ringa kelganmiz shularga telefon qiling degan chog'da ular bu uqmaymiz desa, o ishni unutib ketsangiz bo'ldi. Mumkin qadar mening deydiganim o linkni bosmang, Visa kort bir narsangizga kirmang. Men bir yildan tortib shu 7-oygacha dedim ya, 4-qator kartamni yangi ishlayman. Shunda bir qiyinchiliklarga yo'liqdik, hakkerlarning hujumiga uchrayapmiz vatandoshlar. Buni ertadan boshlab bugun endi tunugun bo'lgandiki Norvegiyada xizmat ishlar hammadan dam olishda, ertadan boshlab normal xizmatga tushidi. Tushgan vaqtning o'zida endi bu ish masalani qanday hal qilgan to'g'riliq paranglashidi, bu masalani yechidi. Men qo'limdan kelgan ishlarni men davlatga, media o'rinlariga men hamkorlashaman. Bu yerdagi muhim bo'lgan narsa jiq pul, oz pulni tortib ketish masalasi emas. Bu yerda hakkerlarning mening shaxsiy hayotimga hujum qilishi va boshqa nurlarga hujum qilgan ahvollar bo'lmaydi. İlgari bu yerda masalan Afrikadan masalan shundaq manganchilik yordam qilsang, manchilik yordam qilsang, Visa kartangda yordam qilsang degan shundaq aldamchilik hakkerlarning leniklari kelib u Norveglar jiq ziyon tortgandan keyin davlatning har yerdan uchurlar chiqib masalan Afrikaga yordam bermoqchi bo'lgan bo'lsang, men yordam bergan Afrikaga. Lekin bundaq Visa kartından to'laydigan narsa kelgan chaqning o'zida masalan mukammal bir bank sistemalari, bu sistem orqali avatinglar deb shundaq uqtirishlarni chiqargandi vatandaşlarımız. Shundaq ishlar vatandaşlar. Bu ishni men ko'pchilikka yetkazib qo'yadigan vatandaşlarımız. Biri shundaq pulinglar bo'lgan vaqtingizda diqqat qilinglar, bank akkauntinglarga mumkin qadar pulinglarni A, B deb turib ishkiga saqlanglar. Ishlatayotgan kontoringda jiq pullarni saqlamanglar. Bunga yetmagan vaqtingizda B kontoringizda shu aman yo'tkab A kontoringizga yoki B'dan A'ga yo'tkab ishlatayotgan kontoga azazdan pulni yo'tkab turib ishlatinglar. Boy degandek boshqa yerdan qayerdan lenik bir narsa kelsa bosmanglar. Visa kartanglardan masalan ashundaq kelgan uchurlar bo'lsin, Visa kartanglarning nomeri hech qanday narsalarni nim qilmanglar. Mumkin qadar Visa kartanglarningki pin kodi har narsalarni almashtirib o'tinglar. Almashtirib turinglar, Visa kartlaringlarni yengilab turinglar. To'g'risiz endi jiq pullaringlar bevosita yo'qolib ketmasin demoqchi vatandoshlar. Mening oz pul $1000 yaqin pul bo'lsa-mu pul. Ammo bu yerda hakkerlarning qilayotgan ishi oz emas vatandoshlarimiz. Ikkinchidan Trump apandimning masalasiga kelsak, boy degandek ashundaq vatandoshlar bu ahvol, real ahvolni, buni orq ko'rinishi, orq ko'rinishning nima ekanligini biz ko'ramiz. Buni real vaziyat ko'rsatadi. Men bu Amerikaning ishki masalalar kelgan chog'da, masalan buni bak ko'rin, orq ko'rinish desa, masalan diktator davlatlarda bu yerda mediada hamma narsa ochiq berilmagachga, men millatga tushuntirish uchun o'rganib kelib buni orq ko'rinishni tushuntirib qo'yaman. Ama Amerika, Yevropada bu yerda media hamma narsa ochiq bo'lgan davlatlarda buni orq ko'rinishni tushuntirishning o'zi bir og'irchilik vatandoshlar. Chunki bu yerda media saqchi o'rinlari adil to'g'ri ishlaydi, hamma narsani yetarli fuqarolarga yetkazdi, ham fuqarolarning orq ko'rinib bilish uchun davlat organlaridan bevosita so'rash huquqlari bor. Shunday bo'lgandan keyin men bu yerda Amerikadagi bunday narsalarga orq ko'rishni tahlil qilib buni qilishning o'zi bir nol, hajatsiz bir ish vatandoshlar. Vaqt ko'rsatdi, har narsaning kun tartiblarini asta-asta mediadan biz o'rgana olamiz, bila olamiz. Navodim ishning orq ko'rinishi cho'ng bir davlatlarga taqilib va yoki boshqa bir cho'ng orq ko'rinishda boshqa bir diktator davlatga taqilib mundaq bo'lgan vaqtning o'zida rasmiy ishonchlik materiallardan topgan vaqtning o'zida handa bo'lgan bo'lsa Trump apandimning masalasiga mundaq davlatlar bor ekan. Mundaq xatarliklarni keltirib chiqirdi ekan. Degan narsani paketni topgan vaqtida xil uzunlardan keyin endi men ko'pchilikka mundaq ishkan deb turib tushuntirib qo'yman vatandoshlar. Shunday bo'lsin vatandoshlar. Aman bo'lg'aysizlar vatandoshlar. Ikkinchidan men videoda har doim deb qo'yman, mening Facebook'dakini men darrov YouTube kanalim qachlab qo'yman. YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutmanglar. Men Facebook'da nurg'un chekilmalar bo'lindi, bu yerda nurg'unlari ko'rolmaydi. Yo'llanma tufayli masalan YouTube'da biroz qulaylik, erkin ro'zi deb YouTube'dan bossanglar, mening YouTube kanalimda shu Facebook'da so'zlagan narsani shu men YouTube qachlab qo'yman, u yerdan ko'ra olasizlar vatandoshlar. Taqib qo'yinglar. Aman bo'linglar vatandoshlar. Ko'rishgacha aman bo'laylik. Xo'sh.